O'tirishga ruxsat oldingmi? O'tirsam bo'ladimi? Po'lat Alamdar. Isming juda ajoyib. Kim qo'ygan? Onam. Birinchi daqiqada birinchi gol. Dadang. Onang yosh bo'lib ketgan ekan. Afsus. Onang tirik bo'lganida seni kim bo'lishingni xohlardi? Diplomat. 2-0. O'zing kim bo'lishni xohlarding? Mafiyachi. Nima qilyapsan o'zi? Nima uchun? Siz nega prokuror bo'lgan bo'lsangiz, shuning uchun. Adolat istab. Nega Germaniyada mafiyachi bo'lishni istamay bu yerda istayapsan? Bu yerda qotil bo'ldim. Bu yerda odil bo'ldim. Odil bo'lishni Chaqirdan o'rgandingmi? Chaqir o'rgangan odamdan, tog'amdan. Duran emmi. Oilaning orqasida kim bor? Juda qiziqyapsanmi? Oilaning orqasidagilardek emas. Juda bemalol, juda mahoratli. Hujjatlarning Turkiyagacha bo'lgan qismi yolg'on. Germaniyada bo'lganingda unchalik mashhur emasding, lekin Turkiyaga kelib, qisqa vaqtda ko'p ish qilsan. Nima ish qilman? Shevkoni odamlari bilan birga mozorga jo'natding. Yana nima ish qilishing kerak? Hujjatlarni birga yozadigan bo'lsak, jinoyatlarni o'zim tanlashni xohlayman. Yana nima? Sigaret chekishni istayman. Cheka olmaysan. Og'zingni chiqar. Sen bilan usulumni o'zgartirishni xohlamayman, chunki bu menga yoqib qoldi. Saqich chaynaydigan odam mafiyachi bo'la olmaydi. Seni yo'q qilib yuboraman. Boshqa chaynamaslikka so'z beraman. Odam ideallari uchun havaslardan voz kecha olish kerak. Bu gap oramizda qoladi. Juda qiziqyapman. Shevkoni qo'riqlash usuli juda yaxshi edi. Eshigini oldida bitta odam turgandi. Yo'lakda ham ancha odam bor edi. Uni o'ldirishga qanday muvaffaq bo'ldingiz? Kim qilganini bilganda men ham sovg'a berardim. Rahmat senga. O'ldirmading ham deylik. Sen bo'lganingda qanday o'ldirarding? Siz aytgan sharoitda o'ldirish juda ham qiyin, ammo iloji bor. Men bilan yana bitta odam kerak. Men zambilning ustida bo'laman. Choyshab tagida. O'likdek. Odamim kasalga qarovchi qiyofasida. Eshik oldiga kelganda qo'riqchini ovozsiz qurol bilan o'ldirib, zambilning ustiga yotqizardim. Odamim yuzini yopayotganda men ichkariga kirgan Shevkoning boshiga qurol tiragan, so'raydigan narsani so'ragan, aytadiganimni aytgan bo'laman. Diqqatlarini boshqa joyga tortish uchun Shevkoni derazadan pastga otardim. Yaxshi rejim. Bu Chaqirning ishi emas. Biz bilgan Chaqir boradi, o'ldiradi, o'zini tutib berib, Arslon kabi qamoqxonaga tushadi. Yaxshi, Chaqirning bitta gunohi kamaydi. Oxirgi savol. Chaqir bilan sen meni o'ldirish uchun bu yerga kirsangiz, meni o'ldirganingizdan keyin bu yerdan qanday chiqasiz? Birinchidan, Chaqir prokurorni o'ldirmaydi. Chunki Turkiya odatlarida prokurorni o'ldirish yo'q. Ikkinchidan, shuni xohladi ham deylik. Bu yerga sizga tergov beradiganday kiradi. Oldindan bu yerga kiritgan quroli bilan otadi. Qurolni stol ustiga tashlab, Arslon kabi qamoqxonada yotadi. Menga kelsak,
Men birortasini o'ldiradigan bo'lsam, kasbiga qarab o'tirmayman. Menga bu odat begona. Ammo kasbi nima bo'lsa ham, hech kimni qo'lga tushadigan joyda o'ldirmayman. Meni ismimni esdan chiqaradigan vaqtni sabr bilan kutaman. Himoyasiz paytingizni, ya'ni eng xursand kuningizni tanlayman. Sizni o'ldiraman. Qoldirgan imzoyimni faqat do'stlarimgina tushunishadi. Bu payt uylangan vaqt bo'lmasin tag'in, xotinimga buni tushuntira olmayman. 2. Uylangan kuningiz hayotingizdagi eng quvonchli kun deb o'ylamayman. 3-2 yutdik, o'yin tugadi.